O'zbekistonni UFC oktagonida ham tanitayapsiz. Demakki, bizning yurtimizni o'zga yurtdagi sportchilar ham, mashhur insonlar ham tanishayapti. Ularning munosabati sizga qanaqa bo'lyapti? Instagramimga qaraganimda UFC'dan ko'p boyeslar menga podpiska tashlagan ekan. Men e'tibor bermaganman, sababi Instagramga juda ham ko'p o'tirmayman, ko'p vaqt ajratmayman. Shu ko'ryapsiz, trenovka, zal, kelaman, uxlayman. Vaqtim kamroq bo'ladi internetga kirishga. Ularni men e'tiboriga tushganman. O'sha uchun ham ular meni hozir kuzatishyapti, yozishyapti, omad tilashadi. Aytmoqchi bo'lganim, Xudo xolasa, yana inshaalloh biz albatta butun dunyoga o'sha Xudo xolasa O'zbekistonimizni bayrog'ini yana ham tanitamiz inshaalloh. Albatta, asosiysi esa chiroyli janglar e'tiborni tortayapti va sportda zo'r jang bo'lish kerak-da. Oktagonda g'irromchilik ketmaydi. Hammani ko'z o'ngida. Shunaqa. Hech qanaqa u yoqda bir-biriga bosish, shunaqa kim omadi keldi, mehnat qildi, mehnatiga qarab samarasini beradi.